Nega xodimlar sizni tark etmoqda? Xodimlaringiz ishdan ketyapti, lekin sababi siz o'ylagandek emas. Birinchi, pul emas, muhit muhim. Ko'pchilik xodimlar oylik maoshi sababli emas, asosan muhitdan norozi bo'lib ketishadi. Buni yaxshilash uchun nima qilish zarur? Birinchi, ochiq muloqot olib borish, doimo xodimlarni tinglash va ularga fikrlarini bildirishlari uchun imkoniyat yaratish zarur. Ikkinchi, tan olinmaslik, e'tiborsizlik. Agar xodimingizni mehnatini tan olmasangiz, ko'rmasangiz, u sizning raqobatchingizga ketishi mumkin bo'ladi. Nima qilish zarur? Doimo xodimni tan olish, qilgan vazifa, yutuqlarini maqtab turish, e'tirof etish. Ayrim vaqtlarda nomoddiy motivatsiya pulli motivatsiyadan ustun bo'lishi mumkin. Uchinchi, o'sish imkoniyati yo'q. O'sish imkoniyati bo'lmagan joydan xodimlar albatta ketishlari mumkin. Buning uchun nima qilish zarur? Xodimlar uchun zarur bo'lgan trening, konferensiya, darslardan, turli xil kurslardan foydalaning. Lavozim bo'yicha o'sishini ta'minlang va kelajakda uni turli xil qiziqarli loyihalarga jalb eting. Siz nima deb o'ylaysiz? Yana qanday qilib xodimlarni ushlab qolish usullaridan foydalanish mumkin?